Assalomu alaykum. Biz internetdan bunaqa narsa zakaz qiluvdik, qozoncha deb, Instagramdan. Hech baloni pishirmayapti, kuydiraveryapti. Pishirayotgan narsalarimizni ham hali bironta narsa pishirib ololmadik. O'shaning uchun bu narsani olishda maslahat bermayman. Pullaringga kuyib qolmanglar. Shunaqa narsa bo'lib rosa maqtashuvdi. Olgandik, hech qanday foyda bermadi. Imkoni boricha tarqatinglar. Bunaqa narsa olib kuyib pulga buni ham 100 qanchaga olgandik? 140 mingga olingan narsa. Hazilakam pul emas bu ham. Bu narsaga ham yaxshigina skaborodga berish mumkin edi. Endi bunga qiziqib uydagilar zakaz berishgan ekan. Hech balo pishirmayapti. O'zida hech narsa olmaydi. Yog' qo'ysangiz ham bu yoqdan bu yoqqa biriktirmaydi ekan hech narsani. O'shaning uchun maslahat bermayman kimgadir bu narsani olishni. Tarqatinglar, kuyib qolmanglar, iltimos sizlardan.